Sizlar hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimmisizlar? Assalomu alaykum. Kuninglar xayrli bo'lsin. Yuzlarimni qaranglar, qanaqa tortilib qoldi. Bugun shogirdlarim bitiradigan guruhim menga osteopatiya qilib qo'yishdi. Ularga bugun osteopatiya, bosh osteopatiyasini o'tdim-da. Shunaqa badanlarim yengil bo'ldi, ishoninglar. Ya'ni ularga ko'rsatdim, keyin menda qilishdi, ilib olishligi aqli farosati zo'rki maza qildim. Osteopatiya hammaga kerak, ishoninglar. Ayniqsa ayollar, biz qatdan olsak bo'ladi deyotganlar, mana ayollar markazimga borib mazza qilib olinglar. Joninglarni, o'zinglarni yaxshi ko'ringlar, o'zingizlarga dam beringlar. Badaningizga ham rahmatli aytinglar, iltimos. Hozir men oldim, shunaqa mazza qildim, ishoninglar, zo'rg'a turdim. Chunki 2 kundan beri konsultatsiyam ko'pchida va bugun ham hozir konsultatsiyaga ketyapman, lekin atyoklarim ham ketdi. Mazza qildim. Energiyaga to'lib olib, endi borib mazza qilib konsultatsiyamni qilaman. Bog'chaga ketdik.